Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa sizlarga chiroyli narxlarda, chiroyli holatda shkaflarimizni obzorini qilib o'tamiz azizlar. Birinchi xudo xolasa hamyonboblardan boshlaymiz. Hamyonbob va sifati zo'r. Bunisiga garantiya beramiz. Buni aytib o'tadigan bo'lsak, razmerlarni birinchi o'rinda aytib o'tamiz. 1.30 ga 2.10 chiqadi razmerlari. Xo'p, chekalari nimada, qanaqa qo'lbola kromkami deydiganlarga yo'q. Xudo xolasa zavodskoy kromkalar bosilgan. Endi buni sharnilari ham xudo xolasa vakuumli qilib ishlangan. Oddiy mexanizm emas deganlar. Narxi necha pul, 1,5 million, 1 million 600 bo'lib ketami deydiganlarga yo'q, unaqa emas. Narxlarimiz ancha arzon. Dekabr oyi uchun aksiyalarimizni qilib o'tyapmiz azizlar. Xudo xolasa 1 million 350 ming so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Buni mana bir tomoni polka holatda ishlab berganmiz. O'rtasini shunaqangi vishilka holatda chiqarib berganmiz. Kiyimlarni bemalol ilib, taylarni ikkita tortmalarni ham qilib berganmiz. Buni nimaga narxi arzon, ichi chuqurligi sayozmi deydiganlarga ko'rib qo'yasizlar. Ancha chuqur, bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Razmeri ichi 45 sm bo'ladi. Xo'p, navbatdagisini aytib o'tadigan bo'lsak, buni razmeri nargisiga qaraganda kattaroq, 1.60 ga 2.30 bo'lgan. Tepalariga ham bir baho bersanglar bo'ladi azizlar, muqarrarlar. Bu tepalari ham o'zi bitta sondiqni bemalol narsasini joylasa bo'laveradi, sondiq yukini olaveradi. Xo'p, pastlarini aytib o'tadigan bo'lsak azizlar, mana bir tomoni shunaqangi polka qilib ishlangan. Bir tomoni vishilka holatda ishlaganmiz. Buni ham ichini chuqurligi 45 sm, xudo xolasa ancha yaxshi. Pastlarini ikkita shunaqangi tortma qilib ishlaganmiz. Xo'p, buni narxi necha pul deydiganlarga azizlar, o'zi aytdim, ponni, hatto eng arzon shkafimiz ham hozir ponni shunaqangi vakuumli bo'lib chiqyapti. Oldin birinchi qo'ygan obzorlarimizda oddiy sharnir qo'yganmiz, ko'p jalba bo'lgandan keyin shuning uchun yaxshi sharnirlarga o'tganmiz, yaxshi mexanizmlarga. Xo'p, buni narxi necha pul deydiganlarga 1 million 700 ming so'mdan Andijon shahar bo'ylab dastavka ustanovkalarni bemalol qilib beramiz. Dastavka ustanovkalari tekin. Buni har xil rasvetkalari ham bor. Hozir obzorda davomida ko'rsatamiz azizlar. Xo'p, navbatdagisiga keladigan bo'lsak, navbatdagisining razmeri 240 ga 1.30 holatda bo'lgan razmeri. Buni 80 dan 80 sm-dan 3 bo'lak qilganmiz. Masalan, domlargami, boshqa joylargami xudo xolasa olib chiqib, ustanovkalarni qilib beramiz. Xo'p, Andijon shahar bo'ylab hammasini dastavkasi mutlaqo tekin. Qolgan joylarga, qolgan viloyat, tumanlarga xudo xolasa kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Bu shkafimizni mana ko'rib o'tayotgan bo'lsanglar, ikki tomonni shunaqangi vishilka qilib ishlab beramiz. Mana vishilka. Buni chuqurligi ancha chuqur, bir solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. 50 sm buniki. Ichini chuqurligi 50 sm. Narxi necha pul deydiganlarga 2,5 million so'm. Katta shkafimiz ichiga shunaqangi bonuslarni qo'shib qo'yapmiz. Qo'shimcha sef mana. Qo'shimcha narsalarni pullarda, boshqalarda yashirib joylab qo'ysa bo'laveradi azizlar. Shunaqangi sekretni sexlarni qilib beryapmiz. Tepasi shunaqangi polkali bo'lgan. Pastlarini 3 ta tortma qilib ishlab berganmiz. Buni narxi 2,5 million so'mdan Andijon shahar bo'ylab dastavka ustanovkalari ichida. Ko'rib o'tsanglar, xudo xolasa kromkalari ham ancha yaxshi. Sharnirlar, vakuumli sharnir, yopilishiga ham bir baho bersanglar bo'laveradi. Navbatdagilarni aytib o'tadigan bo'lsak, navbatdagisi 1.60 ga 2.30 lik hozir 1 million 700 ming so'm degan shkafimizni, bulari rasvetkalar mana ko'rsanglar bo'laveradi. Nalichida bor, bemalol ko'rib olsanglar ham, tayyorni olsanglar ham bo'laveradi. Nalichida serob, xudo xolasa tugab bo'lmasdan ulgib qolinglar. Narxlarimiz ancha arzon, tez tugab qoladi doimo. Mana. Xudo xolasa ancha zo'r, mana yopilishiga ham bir baho berib qo'yinglar mana. Ancha zo'r mexanizmlar ishlatilyapti azizlar. Chotki xudo xolasa. Mana kromkalar ham o'ta chiroyli holatda mana. Zavodskoy. Narxi 1 million 700 ming so'm, Andijon shahar bo'ylab dastavka ustanovkalari tekin. Qolgan tuman viloyatlarga xudo xolasa kelishilgan holda. Xo'p, hamyonbop shkafimiz yana bir rasvetkasi mana. 3 ta rasvetka qilib qo'yganmiz har bir shkafimizni. Buni
1.350.000 so'mdan dedik. 1.350.000 so'mdan xudo xolasa qilib beramiz. Mana. Xudo xolasa kiromchalari ham zo'r. Mana. Ponni vakuum mana. Mana. O'zini tortib yopyapti. Bunaqa taraq-turuq qilib yopib berdi. Mexanizmlar zo'r, xudo xolasa. Bunisini razmerini aytib o'tadigan bo'lsak, bunisi ham ancha hamyonbop. 1.60 ga 2.10 razmeri. Shunaqangi qoshlari bilan 2.10 chiqadi. Buni uyim pastroq deydiganlarga xudo xolasa tayyorlab qo'yganmiz chiroyli holatda. Buni ham ichini chuqurligi 45 sm. Bir tomoni vishilka, bir tomoni polka. Narxi necha pul deydiganlarga 1.550.000 so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Andijon shahar bo'ylab bularni ham dastlabki ustanovkalarni qilib beramiz. Mana har bitta shkafimizni kiromkalarni ko'rsatib qo'yapman azizlar. Bunaqa yashirin narsa emas. Bittasini ko'rsatib, boshqasini o'tkazadigan emas, har bittasini ko'rsatib qo'yapman. Xo'p, keyingilarni obzorini qilib o'tadigan bo'lsak, o'ta to'ldirib yuborganmiz. Xavfimizlar yurgani ham joy qolmayapti. Showroomlarimizda bemalol kelib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Navbatdagi shkafimizni aytib o'tadigan bo'lsak, 2.10 ga eni 2.10, uzuni ham 2.10. Buni narxi necha pul deydiganlarga, xudo xolasa buni ham narxini chiroyli holatda qilib beramiz. Bu kelin-kuyovlar uchun mo'ljallaganmiz. Ikki tomon vishilka, o'rtasini ham juda chiroyli holatda qilib berganmiz. Rolli shkafimizni mana. O'rtasiga sefini ham qilib berganmiz. Sefi ham juda katta holatda. Mana seflari ham bo'lib ham bunisi ham vakuum azizlar. Mana sef, hatto sefga ham vakuum qo'yib qo'yganmiz. Mana o'zini o'zi bemalol ushlab turadi mexanizmlar. Mana o'zini yopib qo'ysa, o'zini tortib sekin yopilaveradi mana. Bemalol xudo xolasa xarid qilsanglar bo'ladi. Buni narxi 3 million so'mdan buni narxini xarid qilsanglar bo'laveradi. Andijon shahar dastlabki ustanovkalari mutlaqo tekin, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Xo'p, navbatdagisini aytib o'tadigan bo'lsak, navbatdagisi bo'yini ham ko'ryapsizlar, ancha baland. Ishlangan bo'yi, eni 240 holatda. Buni xudo xolasa o'rtasi buni ham kattagina mana shunaqangi seflarni qilib berganmiz. Sekretni ichini chuqurligiga bir e'tibor beringlar azizlar. Bu tepadan qaraganda tayda keyingi polkasini chuqurligi ham ko'rinmayapti. Buni qaranglar azizlar mana. Buni necha deb o'ylaysizlar buni? Fikrlarni kommentariyada kutamiz. Xudo xolasa. Buni narxi 3 million so'mga xudo xolasa chiroyli holatda dastlabki ustanovkalarni qilib beramiz. Andijon shahar bo'ylab mutlaqo tekin. Xudo xolasa bu tagiga tortma ishlamaganmizda buni splashni uzun qilib berganmiz. Uzun palto, nimalarni bemalol ilsanglar ham tagiga pastga tegib qolmaydi. Xo'p, mana buni chuqurligi sababdan ham vishilka ilganda umuman eshikka xalaqit bermaydi. Kiyimlar ko'ndalangan bo'lib qolmaydi. Bemalol to'g'ri turaveradi. Buni xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab qo'yganmiz. Narxi 3 million so'm. Enini bir chuqurligini bir kommentariyada kutamiz sizlardan, bir yozinglar. Xo'p, navbatdagisi 2.30 ga 2.40 razmerda. Tayini shunaqangi 3 ta tortma qilib qo'yganmiz. Buni ham o'rtasiga mana seflarni qilib qo'yganmiz. Har bitta katta shkafimiz ichiga seflarni qilib qo'yamiz azizlar. Hammasi bir xilda ishlangan, bir xilda zapchastlar ishlatilgan, bir xilda mahsulot ketgan. Buni narxi necha pul deydiganlarga 2.500.000 so'mdan Andijon shahar dastlabki ustanovka hammasi mutlaqo tekin. Narxlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmachasini bosib qo'yamiz azizlar. Sizlarga yana bitta aksiyani o'tkazib o'tib ketamiz buni orasida. Patinga qo'yadiganlarimiz, pastavkalarimiz mana bu yoqda 350.000 so'mliklarimiz mana. Bundan keyin mana 400.000 so'mliklarimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar to'lka MDF azizlar. Bir ko'rsanglar bo'ladi. Ochilib yopilishlarini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana ancha zo'r ochilib yopilishlari, arzon mexanizm, arzon narsa ishlatilmagan. Xo'p, buni narxi necha pul deydiganlarga aytdim, 350.000 so'm, 400.000 so'm, 400.000 so'm. Xudo xolasa bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Buni faqat dastavkasini qilib bera olmaymiz, kelib bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Manzilimiz bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan Optim mebellar. Telegramimiz ham chiqadi, Dominant mebellar. Silkalarni ham yozib qoldiramiz, bemalol kirib, boshqa
ilovalarga ham xudo xolasa silkalarni ko'ramiz desanglar, boshqa ilovadagi akkauntlarimizni silkalarini ham beramiz. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va bir dona like tugmachasini bosib qo'ying. Jigarlar, xudo xolasa kech payt 8:00 da xudo xolasa jonli efirlarimiz ham bo'lib boryapti. Bemalol kirib, nima turdagi fikrlar, mulohazalar xudo xolasa almashishimiz mumkin. Kunda 8:00 da xudo xolasa promo efirlarimiz boshlanadi. Manzilimizni bildinglar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan Optim mebellar, barcha turdagi mebellarni Optim holatda aksiya narxda xudo xolasa bemalol boshqa joyda yo'q narxda xarid qilsanglar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.